Assalomu alaykum azizlar. Doimgidek sizlar bilan eng chiroyli variantlar ichida eng yaxshisi. Qani birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Chilonzor 2-kvartal Mirzo Ulug'bek metrosi G'afur G'ulom parkining shundoqqina yaqinida 4 qavatli domning 4-qavatida joylashgan ushbu xonadonimiz 2 xona 3 xona qilingan bo'lib, avtorskiy remontdan chiqqan. Remontdan keyin hali hech kim yashamagan. Oshxonani oldi bilan kichkina detskiy xonamiz, kravat va garderob qo'yilgan. Keyinchalik o'zingizga moslab olsanglar ham bo'laveradi. Ishoninglar, bu uyni sotib olsanglar hech ham uyalib qolmaysizlar. Bemalol mehmon kutsanglar, bemalol yashasanglar bo'laveradi. Kirib yashasanglar bo'ldi. Hamma mebel texnikasi ichkarida qoladi. Shu uyni narxida sanuzellari, razdelning hammasi alohida. Sharoitlari juda ham zo'r. Kir mashinalar ham bonusiga qo'yib qo'yilgan. Uy o'zida qoladi. Hech narsa olib chiqib ketilmaydi. Uyi lokatsiyasi vobshe bomba. Narxi ham hamyonbop, cho'ntagiliga to'g'ri keladi. Kirib yashab bersanglar bo'ldi. Bu uy nafislikni yaxshi ko'radiganlar uchun. Narxi $68,000. Shoshiling. Bu siz kutgan imkoniyat bo'lishi mumkin. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va biz bilan bog'laning.